laparoskopiya usuli orqali uni ochdik. Ayolimiz o'sha homilador bo'ldilar. Bizning ishimiz juda ham murakkab, ham qayg'uli, ham quvonchli. Sababi biz har xil ayollar bilan, har xil bemorlar bilan ishlaymiz. Qabulimizga har xil yoshdagi juftliklar kelishadi va ulardan eng esimda qoladigani va haligacha menga ta'sir qiladigan holat bitta bemorimiz kelganlar. 12 yosh qiz farzandlari bor va keldilar. 12 yosh qiz farzandi bor Manzuraxon. 3 oydan keyin to'yimizga 15 yil to'ladi. Va o'sha qizimni tuqqanimdan keyin spiral qo'ydirmadim. Spiral yoqmagan va 12 yildan beri menda hali homiladorlik bo'lmadi. Qaynonam shunday shart qo'ydilar. 3 oydan keyin to'yingga 15 yil bo'ladi. 15 yil deganda menga hali o'g'il nabira tug'ib bermading. Chunki o'zini o'g'illari bitta bo'lgan. Bitta farzand o'g'il. Aytdilar, o'sha bitta kelinman, xo'jayinimlar bitta o'g'il oilada va o'g'il nabira kerak. Ya'ni bizni oilamizni, zurriyatimiz davomchisi kerak. Agarda shu 3 oydan keyin sizlarga shart, agar yana bo'lmasa, o'sha bo'ldi. Nihoyasiga yetadi. O'g'lim boshqaga uylantirishim kerak, chunki o'g'il tug'ib beradigani kerak deb shart qo'yganlar. Juda ham haligi nima deydi? Yuragimizni larzaga keltiradigan, o'zimiz ham chuqur o'yga to'lib qoladigan holatlar bilan ishlaganmiz. O'sha bemor shunaqa shikoyat bilan keldilar va ularda tekshiruvlar olib bordik, analiz gormonlarini tekshirdik. Zaxiralari yaxshi, ya'ni hali homilador bo'lish imkoniyatlari juda yuqori bu bemorimizda va keyingi etapimizga o'tdik. O'sha turba tekshiruvini boshladik. Turba tekshiruv qilganimizda biz quvonchli, xursand bo'lgan joyimiz turbamizda ampulyar qismidan yopiqligi aniqlandi. Ikkala taraflama ampulyar qismi yopilib qolgan va laparoskopiya usuli orqali uni ochdik. Ayolimiz o'sha homilador bo'ldilar va hozirda o'sha 2 oydan keyin bag'rlariga olishadi, xudo xolasa bolalarini. Lekin jinslari surpriz, xudo xolasa tug'ilganlardan keyin agar o'zlari rozi bo'lsalar, sizlarga ham ilinamiz. Farzandsiz oila qolmasin, har bitta oilaga farzand ne'matini ato qilsin Allohim aralash qilib.